8 oyga to'lib 9-oyga o'tgan, xudo xolasa 15 kunlikda ko'payishadigan, uje kasasi to'lishni boshlagan, nimasi to'lishni boshlagan bo'g'ozimiz ikkinchi bolasiga kelar. Xudo xolasa novvoscha to'lib qolsa Xudo beradi. Zo'r mol, hammaga tavsiya qilaman. Bolasi hozir yotdi, mana bolasi 40 dan chiqibdi. Bolasi baylanmagan, sutga to'ygan, 6 litr suti bor deyilyapti. Ena bola sigirimiz. Bu tomonda novvozimiz bor. Hozir yotyapti bu ham 120 sm bo'yi. Xudo xolasa akalar 300 kg atrofida yuk qiladi, tish buzgan. Novvozimiz. Hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Bugun hurmatli akalar, do'stlar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni Soqqali bozor kanalimizning ashaddiy obunachilari. Bugun hafta kuniga payshanba 2025-yil 2-oktyabr. Biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Bo'ston qishlog'idamiz. Hammaga manfaatli video bo'lsin degan holatda akalar like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Xo'p, molni holatini ko'ryapsizlar. Bo'g'oz akalar, cho'tki holatdagi mol, ikkinchi bolasiga ekan. Akamiz maqtashyapti, haqiqatda zo'r mol ekan. Hammaga tavsiya qilaman. 26 million so'm baho aytilyapti, kami bor tushib beriladi deyilyapti. So'rab bemalol bog'lanaverasizlar. Bo'g'oz holatini ko'ryapsizlar mana. Navbatdagi molimiz xo'sh, ena bola qora rangdagi molimiz. Xo'sh, buni holati nima? Chiroyli, yaxshi holatda sog'lom bo'lgan mol. Bolasi novvoscha ekan. 30 million baho aytilyapti. Yo'lida arzon qilib beraman deyilyapti. Shuning uchun hammalaringga tavsiya qilamiz. Yaxshi holatdagi sog'lom mol akalar. Novvozimizga keladigan bo'lsak, 23 million baho aytilyapti. Yo'lida qilib beramiz, arzon qilib beramiz deyishyapti. Molning holati yaxshi. Hammaga tavsiya qilamiz. Yana bir marta aloqaga chiqaverasizlar, dastlabki qilib berilaveradi. Fikrlarni kommentarda qoldirib, like bosib qo'yasizlar. Telefon raqamlarini qo'yamiz. Inshaalloh ko'pchilikka manfaatli bo'ladi, ko'pchilikka yetib boradigan umiddamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hammaga rahmat.